Nechun faryodlarim ko'kka yetmadi. Yomon yorni yer ham yutib ketmadi. Sevgimning uvoli tutib ketmadi. Dadasi, Ketmadi. ikki o't orasida juda qiynalib ketibsiz. Shu qizni yaxshi ko'rsangiz, uylaning. Mana esa javobimni bering. Siz ham dunyoga bir marta kelasiz. Baxtli bo'lishga loyiqsiz. Men adashibman onasi. Meni kechir. Agar seni o'rningda boshqa qiz bo'lganda, senga shuncha bergan azoblarimga qaramasdan allaqachon meni tashlab ketgan bo'lardi. Sen hali ham meni o'ylayapsan onasi. Men adashibman. Kel hammasini boshidan boshlaymiz. Hammasini unutishimiz uchun hozir men seni bir zo'r yerga baliq yegani olib boraman. O'sha yerda hammasini boshidan kelishi, hayotimizni yangidan boshlaymiz. Kel oilamizni saqlab qolaylik. Mayli. O'zim uchun emas, bolamiz uchun, bolamiz tirik yetim qolmasligi uchun roziman. Qani bo'lmasam, onasi, marhamat qiling. Vau, buncha zo'r chiroyli. Kel. Shinamgina joy ekan, ha? O'tir, ha. Mana, onasi men senga aytdim-ku, bu yerda shunday ajoyib baliqlarni pishirishadi. Ko'rinishida Sen turishini qara. Rahmat katta, kamchilik bo'lsa aytamiz. Qani onasi? Tatib ko'rchi? Mana. Qani? Yaxshimi? Qisirlashini ya buni. Bu yerda mo salatlari qara, mo baliqlari qara. Mazaliligini. Bu qanaqa joy o'zi dadasi? Qayerga olib keldingiz bizni? Bu Chust shahridan kirib kelishingda G'ayrat shaharchasiga yo'lni oxiriga kelganda maktab tomonga burilganda Bek baliqxonasi, Bek oshxonasi. Bu yerda nafaqat baliqlar, bu yerda shashlik, tovuq, somsa, ovqatlar, zakazga oshlari qilishadi. Bu yerda 2 etaj, podvalda ham kabinalari issiq, konditsionerlar, tepada ham kabina issiq. Ovqatlar narxi ham hamyonbop. Mazasini aytmay qo'yaverasan. Bizga juda yoqdi. Sizlar ham Bek baliq markaziga kelinglar.